Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar tor betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz Meniyadagi bir kichik o'rmonlikning yanida. Bir necha kundan beri janbada havo bekli issiq. Shuningdimi sirtqa chiqib, go'zal manzarada, salkin shamollarda sizlarga Xalida Isroil apayning Mash'al ko'targan kishilar nomli povestini davomli o'qib bermoqchi. Xo'sh. Eksoq, tinch, kichik kent edi. U yer bu yerdagi qo'yuq o'riklik, shoptul, uzumlik bog' ichiga selingan kesak tomliq oddiy uylarda kishilar xotirjam yashaydi. Kent markazidagi masjiddan anglab turadigan imin ma'zinning mungluq azon ovozi bilan Husayniyadagi bolalarning kitob o'qiyotgan jarangliq ovozlar kentning jimjitligini anda-sanda buzib turadi. Ba'zida uylarning orqasidagi yop-yeshil qo'noqlikdan anglanib qoladigan hasratlik naqshi ovozi yuraklarni larzaga selib o'tadi-da, jimjitlik yana asliga keladi. Kunlar bir xilda tinch o'tadi. Bahovuddin boyning kelishi bilan Eksoqning zerikarlik jimjitligi buzildi. Eksoqdan Qashqarga ostin otishqa ulug'cha tog'lariga tutashgan yo'llarda yasidoq mapilar, esil otlarning qo'ng'iriqi to'xtamay jiringlashqa boshladi. Bahovuddin boyning yig'il o'ylalari, ishik oldi mapilar nasillik otlar bilan to'lib turadi. Mehmonlarning ichida Musa boylarning Qashqardagi, yaqin Iroq nohiyalardagi va chegara bo'ylaridagi savdo vakolatxonalarining xodimlari, urug' tuqqan al-og'inlari, atrofdagi yurtlarning va Qashqarning yurtcho'nglari, ilm ahli, o'limalar, dongliq tebiblar bor edi. Kelguchilar uzoq hayal bo'lmaydi. Boymu ularni ortiqcha tutib ketmaydi. Saqligi yo'qligi tufayli ularni uzutibmi chiqmaydi. Faqat bir liqitim Bahovuddin boy bir mehmonni saq bir kun tutib qoldi. Sohibxona bilan mehmon intayin berilib, qandaqdir ishlarni muhokama qilishdi. Sirdashib, mungdishdi. Oxirida mehmonning to'sqiniga qaramay, uni ko'cha beshig'icha uzatib chiqdi. Mehmonmu uning bilan ko'zlariga yosh olgan holda xo'shlashdi. Bug'doy yo'nglik ko'zlari o'tdak yenib turadigan bu odam mashhur pedagog, jurnalist ham yolqinliq shoir Qutlug' Shavqi edi. Bahovuddin boy maktabni bir kunmi esidan chiqarmaydi. Salomatligi yaxshi bo'lib qolgan kunlari atiganlik gimnastika vaqtida ba'zida dars o'tayotgan chog'larda osiga tayinib maktabda paydo bo'ladi. Birdam yerimdam o'ltirib muallimlarning darsini anglaydi. O'quvchilarni xat yozdirib, xatni chiroyli, to'g'ri yozgan bolalarni ko'rsa, bak xushal bo'lib maqtab ketadi. Yetim yesir, namrat bolalarni ko'rganda ich og'ritib, ko'zlariga yosh oladi. Ba'zilariga o'zi yenidan chiqarib pul, kiyim-kechak tarqitib bersa, ba'zilariga jamoat iskolati, vardat orqali yordam qiladi. Tursun apandi bilan Harvada o'ltirib, mahallalarni, etis eriqlarni aralab, cho'nglardan kimlarning vafot bo'lganini, kishilarning tarixchilik ahvoli, tirikchilik yo'llarini surishtiradi. Kim bilan kimning qudupash bo'lishganini, kimlarning ko'klab, kimlarning vayron bo'lganligini cho'nqur xiyol ichida ko'ngil qo'yib anglaydi. To'miqini qo'lida elib, oqtaqqa o'xshash oqargan beshini silab, ko'zini jiroqlarga tikib so'zlaydi. Umrimning ko'p qismi yaqi yurtda o'tibdi. Ko'p elni kezibdimi? Boyvachcha, boy, hoji otilib, rahat farog'atda, izzat hurmat ichida yashapdimi? Lekin kindik qinim to'kilgan mushu olaqandak yerni hech yerga o'xshatmadim. Analarimiz saman qalab yaqqan hamaknan, zog'irlarni,
Ayallarımız salgan kuymaklarını dünyanın hiç kandak yerinden izlep tapalmadım. Aşı yurtlarda yürüp, atuşluk men, eksaklık men degen adam közümge dadamda göründü. Çüş görsem daim ahtaqını çüşüdüm. Daim yurtumga hiç iş kılıp berelmedim dep puçulunup yürdüm. Hem de oylap baksam, Hüseyniye'nin vezni, ömür gayet tapkan mal dünyalarımızın veznidin iğri iken. Ata bovalarımızın yüzü Hüseyniye bilen yoruk boludu iken. Dadam rahmetlikinin bir tarifiga Hazreti Habib Acamni, bir tarifiga Hüseyniye'ni elip yetişimi bekar emas iken. Könglim toyup turudu. Muşiqetim kessem, atışqa yana bir kelish yo'q manga. Şuna sana qiladigan vasiyetim şu balam. Hüseyniye harap bolmusun. Tursun Efendi bayının sözlerini ün-tinsiz anlaydı. O vədi bermegen, çıraylık geplerini qılmagan bolsumu, yüz soňakları qopal, qaramtul kelgen bu azimetning çırayida aks etken ifadelerden Bahavuddin bay gayet zor işanç ve teselli tapattı. Bir küni Bahavuddin bay begideki ürük çiçekleri astığı koyulgan naqshlik kat üstüde koş doğa ve takilerge yölünüp aram elip yatatdı. Enisinin kenci kızı Abidem onunğa kümüş petnosta çay elip geldi. Onun ayak tarafıga kelip oturup xiyal sürüp çay otlavatkan baydın. Tağa, nime oylavatsan? Ätedin keşkiçe koşumağını türüp xiyal kılıd ekensen. Oylıqallarını büzgümü dep bersen bolmamdı, dedi. 13-14 yaşlarga kirgen, öňi kolideki kümüşdek süzük, qaş gözleri sizip koygandek çıraylık jiyan kızıga qarap, Bahavuddin bay amraqlık bilen küldü. Nemeni oylaytdım. Menin Abidem kızım nimançı çıraylıqdı. Hudaýym nemişqa bazı adamlarını çıraylık, bazı adamlarını set yartıdıgandı dep oylavatymı. Yolgançı. Tağam dige yolgançı. Kız nipis lavlarini pürüp domsayganda qılıp orundan turdu. Toxtagına kızım, "Abu Bagvan tağany qışqırıp ete?" dedi bay. Kız bir kolida beşideki dopsini tutup, uşak örüme çaşlarını silkitip, o el tarafga yugurdi. Ayal ötmeyla saqqallary uşdak aqargan, iki mağzıdan qan temip turadigan Bagvan kelip, bayning ayak tarafida qol bağlap durdu. Bay sal kötürülüp olturdu. Turdika, bağ bek qurup ketipdi. Biri sug'urib etsan qandaq? Men mu şunu oylap turatdım hacım. Şoğunisi bizning növbetimiz texi kelmedi emasmi? Berip suni içivergin. Bir nima dese Bahavuddin hacım şundaq dedi de. Bagvan iňişip ta'zim qilip chiqib ketdi. Köp ötmey bag'daki eriqqa şıltırlap su geldi. Amma daraxtlarning arsiga yetip barmay turupla to'xtab qoldi. Arqadalla qeyri Bagvanmı azrap hömedep yetip geldi. Men demedim mi hacım? Avut Mırab degen zadi yüzsüz deme. Tapkan dadısıgı yüz hatir kılmaydı. Sunu iç buluşumga yuqarı taraftan qar yağmuru bolup jügürüp geldi. İçini et dedim et dep. Ketmenni tanlap turdu o munafık. Bahavuddin bay aç degen desem, bu senin beyiňniň suyu emas, halkynyň suyu. Baş ketadigan iş bolsumu nöbetni buragly bolmaýdy dep. Heywa qılıp atdy şunuň bilen. Onun sözünü anlap olturgan bayning çyraýy asta-asta içildi. Bagvanning arkasida ularning sözüge kulak selip olturgan Abidem tağasynyň etdigenden beri türüklik turgan koşumysynyň içilip ketkenini körüp
hech narsani tushunolmay beshini chayqadi. Shuncha katta boy turib, bir so'kal mirabqa so'zni o'tkazolmay, xafa bo'lishning o'rniga kulyotdi tehi deb ajablandi. Atsi juma namozidan keyin Bahovuddin boy jamoat oldida bu ishni tilga elib, Avud mirabni ta'rifladi. Uningdan rozi bo'lganligini aytib, suv yurtning, xalqning suyi, mayli boy yoki kambag'al bo'lsin, uningda hamma odamning haqqi bor. Ammo uni har kim qoida bo'yicha o'z navbatida elishi shart. Qoida yo'sin buzilsa, kishilar ko'ngli parokandachilikda qoladi. Eldan insof ko'tariladi. Insof ko'tarilgan eldan baxt, saodat qochadi, dedi. Shu so'rinda o'z qo'li bilan Avud mirabqa to'n kiygizdi. Bu ish, bu so'z hamma odamning ko'ngliga yiqib, ig'izdan ig'izga, avloddan avlodga taraldi. Avud mirabmi eksaqtiki mashhur odam bo'lib qoldi. Qashqardan Varixon boy keldi. U Bahovuddin boyning Qashqardagi soda korxonalarining boshqaruvchisi edi. Bu korxonalarning Hindiston va O'rta Osiyo shaharlari bilan bo'lgan aloqa ishlarini shu Varixon boy boshqaradi. U bu qitim xush xabar elib kelmagan edi. Hindistonning Shinjongdagi savdogar jazonixo'rlari Qashqarda turishliq Angliya konsulxonasining himoyasi ostida azaldan Jungo tarafga bosh seliq topshirmaydi. Faqat yaqinqi yillarda o'lkalik hukumatning farmoni bilan shakli uchun oz to'la rasmiyat beji topshirdigan bo'lgan edi. Hindiston hukumati bo'lsa, Hindistondagi Shinjonglik savdogarlardan hassilab bosh elib qolmay, qadamda bir ishlarga qiyinchilik tug'dirib, ularni qaqti-soqti qiladi. Yaqinda yana boshni o'stirdi. Uning ustiga yo'shurun yo'llar bilan Shinjongning ham ashyolarini Hindistonga opirib, to'kma qilib setib, musobaylarning va boshqa Shinjonglik savdogarlarning mollarini kasatlashtirib atgan edi. Varixon boy bilan Bahovuddin boy bu ishlardan azaldan do'stona o'tib kelayotgan Angliya konsulxonasining yordamini qo'lga keltirish maslahatiga kelishdi. Aprelning oxirlarida Varixon boy Tursun apandini elib Qashqarga bordi. Chinibog'da konsul Geliyan apandi ularni dabdabalik, ammo quruq takalluf so'zlar, Hindistonning xushpuroqliq cheyi bilan kutib oldi. So'rinda konsulxonada turishliq Hindistonlik musulmon amaldormi bor edi. Tursun apandi ravon ingliz tilida o'zlarining musobaylari egilikining varisi Bahovuddin musobay ekanligini aytganda, konsul janoblari bilan Hindiston amaldorining og'zi ichilib qoldi. Ular oddiy sodda sipoya ko'rindigan bu sahrolik Uyg'urning inglizcha so'zlashini asla kutmagan edi. Shuning bilan to'nishish va tushunish bir qadam cho'nqurlashib, suhbat do'stona tus oldi. Varixon boyning pokitlik, qoidalik so'zlari oldida konsul janoblari ortiqcha bo'yin to'lg'ashni ravo ko'rmadi. Chunki musobaylar bilan bo'lgan ko'p taraflama hamkorlikning ziyoniga uchrashidi Angliya hukumatimi, Hindistonliklarmi xohlamaydi. Geliyan apandi yuqorida o'tirg'a qo'yilgan ishlarni astoydil aniqlash va tuzatishga kuch chiqardiganligini bildirdi. Hindistonlik musulmon xizmatkor ularga bir patnusda qangezak ham qahva elib chiqdi. Ular qahva ishkash, ravaqdan ko'rinib turadigan go'zal manzarlarga nazar tashildi. Ravaqning tövini yo'l bo'lib, yo'ldan at uloq mingan odamlar, arva, mapilar to'xtamay o'tib turadi. Yo'lning nerisi kang ketgan yap-yeshil etiz. Uning nerisida qizil daryo lumshib oqadi. Daryo bo'yida bir muncha ot, ba'zilari suv ichida, ba'zilari qarag'oqda turib suv ichib o'tadi.
yalang'ash o'g'il balalar bu atlarga minib algan bo'lib, yabıdaq atlar ustida shundoq erkin o'ltiradi. Atlarning bosh tarafida suv elingan tulum, so'g'lar artilgan eshaklar, chelaklarga suv elib atgan o'g'il balalar va cho'ng odamlar bor edi. Ular bu suvni shaharga akirib sotadi. Daryoning qarshi tarafi bo'yoqchilar mahallasi bo'lsa kerak, o'g'zilarga yeyilgan qizil raxtlar yiroqdan bek chiroyli ko'rinadi. Ravaq ostidan tugmanchilarning burg'a ovozi, odamlarning varang-churangi aniq anglanib turadi. Bu tarafda konsulxona qorosi ichida oppoq oqartilgan rat-rat uylar, gulliklar, o'ppida echilib ketgan chechaklar, top maydoni xuddi keng yeyilgan suratda ko'rinadi. Maydonda futbol o'ynayotgan oq tanlik va qo'ng'ir tanlik kishilar Tursun apandining diqqatini tortdi. U ularning har bir harakatiga zan qo'yib qaradi. Ular hammasi degidek egiz bo'y, qovul yigitlar edi. Mahoratimi xeyli ustun taqqilatdi. Gelyan apandi Tursun apandiga qarab kulimsiradi. Bu o'yinga qiziqyapsiz-ku deyman apandi. Valixon boy uning o'rnida javob berdi. Konsul janoblari, bularning yurtidami nihoyat yaxshi tarbiyalangan futbol komandasi bor. Mush apandim ularning yetakchisi. Meningcha, u sizning odamlaringiz bilan musob qilishni o'ylayotdi-ku deyman. Konsul birdala qiziqib qoldi. Ilgari Sovet ittifoqi konsulining bu yerdagi qandaqdir dehqon futbolchilar to'g'risida aytganlarini esiga elib, buni Buyuk Britaniya madaniyatining O'rta Osiyodagi bir g'alabasini namoyon qilishning yaxshi fursati deb o'yladi. Aeroplan o'tib ketsin. Rasmı? Nihayet yaxshi. Bu qaltis yaxshi gap bo'ldi. Men sizlarning komandanglar to'g'risida ilgari anglagan. Biz musobaqa o'ynaylik. Amaliyotda Qashqarda Yevropaliklarning ikki komandasi bor. Biri Angliyaning, yana biri Shvetsiyaliklarning. Meningcha, ularmi bu fursatni qo'ldan berib qo'yishni xohlamaydi. Shu qitimqi suhbatdan keyin Angliyaning Qashqarda turishliq konsulxonasining yordamchi konsuli Sherif apandi bilan Shvetsiya din tarqitish o'miki doktorxonasining boshlig'i Andersen apandi Eksaq keldi. Ular eksaqliklarning yerlik to'plarini, yalang'oyoq putlarida to'p tepib o'ynagan musobaqalarni qiziqib ko'rdi. Ikki taraf maslahatlashib bekitishi bilan musobaqa 20-21 mayda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu xabar chaqmoq tezligida Qashqar otish doirasiga taraldi. Ko'p qism kishi uchun bu bir kutilmagan xabar bo'ldi. İngilizlar degan kim? Biz kim? Bizning dehqonlarimiz ularning bir peshvosiga yaramas. İngiliz shvetlar bilan futbolda musobaqa qilishiman deyish o'zini bilmay shiltin atqanlik bo'lmaynimi? Eksaq futbolchilarimi bo'sh emas. Ularning qandaq o'yinig'ini mana men ko'rgan. Kishilar shundoq deyishib, o'zaro talash tartish qilishadi. Hatto urushib, tillashib, kalla qapoq yerishqanlarmi bo'ldi? Qashqardagi Umar boy qatorliqlar Bahodin boyga duoyi salom yo'llab,
dehqonlarning ingliz, shvedlar bilan musobaqalashmoqchi bo'lgani ahmoqona ish emasmi? Ularni yengishqo mumkin emas. Yengib olgan taqdirdimi? Ularning tishiga tegib qo'ysak, ikki davlat o'ttirsidagi do'stona munosabatga dast ketmamdi. Oldi bilan janoblarining savdo ishiga daxl taruz etmamdi. Janoblarining bu ishni darhol to'sishlarini umid qilamiz, deyishdi. Qashqar do'tiyi Mashavumu Bahovuddin boyga odam avatib, el ko'ngliga parakandichilik soladigan, chet el doiralari bilan bo'lgan inoq munosabatga daxl yetkazadigan bundaq musobaqadan xotirjam sinayotganligini, Bahovuddin boyning bu ishni oqilonlik bilan to'sishini umid qiladiganligini bildirdi. Bahovuddin boy bo'lsa, bu oddiy do'stona musobaqa. Uningda boshqacha maqsad, muddo yo'q. Yana kelib konsul janoblari o'zi xohlagan, ikki taraf maslahatlashib bekitib bo'lgan ish. Uni o'z oldimizga amaldan qoldirsak muvofiq bo'lmas. Peqir har qaysilarining qarshi taraf bilan maslahatlashib ko'rib, qayta yo'l yo'riq berishlarini kutaman deb javob qaytardi. Bir kuni shahar kattalari ham chet el konsullari daxil bo'lgan bir so'rinda Ömer baylar gap etishga fursat kutib o'ltirishganda Gelyan apandi konsulxonadagilar bilan Shvetsiyaliklarning eksoqliq dehqonlar bilan futbol musobaqasi o'tkazmoqchi bo'lganligini jakarlab qoldi. Buni Sovet ittifoqi konsuli Dompis apandi darhol qizg'in qo'lladi va Do'tay janoblari bilan shahar cho'nglarining bu ishni qo'llashini umid qiladiganligini bildirdi. Do'tay Mashavu shu yerdalar. Yaxshi. Bu bir rasmiy musobaqa bo'lsin. Bizning dehqonlar komandasini Jungo komandasilar deyli. Lekin ular yengilib qolsa-mu kerak yo'q. Kim ularni yerini termay top o'ynasin debdi, dedi. Hammaylar kulishib ketdi. Shuning bilan kattalar bu xalqaro futbol musobaqasini qanday qilib yaxshi o'tkazishning maslahatiga tushdi. Shu so'rinda o'ltirgan Voshur hoji Saman yo'lidagi belilikini top maydoni qilishga berdi. Yana bir boy varta yostib bermoqchi bo'ldi. Musobaqa to'g'risida e'lonlar choplanib, ko'chaga jakarchilar chiqariladigan bo'ldi. Mushu so'rinda o'ltirganlar boshlamchilik bilan musobaqani ko'rishga da'vat qilindi. Umayaga maktabdan tushgan bolalar kelib saljimasin. Shundaq qilib musobaqa to'g'risidagi talash tortishlar pastgo'yga tushib, hamma odam musobaqa bo'ladigan kunlarga intizor bo'lishdi. Faqat hamrobaylar shahardagi uyda atidan kashkicha ko'tildab yuradi. Yurtidagi to'p to'zitib yugurib yurgan 4-5 qalandarni tillagan edi. Bir kuni Margul chidab tura olmay eg'iz ochdi. Yengilamtiki, yengilmaydi u haq. Navada yengib olsa-chu. Rostli yengib olsak qanday qilasan? Qizining jahilligiga qarab Hamrabay ichida. Qiz bola bo'lsa-mu, men do'raganda sit, o'g'il bola bo'lib qolsa-chu, deganlarni o'yladi. Qizining beshini sal singayan qilib, qap-qara qoshlarini emirib turgan turqaga mastiga kelib, pixildab kulib-etdi. Nayt kelsa, nag'ir sunay chaldirib berarman shu. O'ran shunchilikmi? dedi qiz yaratmagandek lavlarini o'mchaydi. Ha bo'pti. Avu eg'ildiki, erekni so'yib mehmon qilarman amisi,
Şundaq debitip birdilla qiziga bek boldur va'da qilib qo'yganini sezib, darhol qapıdan turib oldi. Qani vaqti kelsin. Hozircha kimning uchishini bir Alloh biladi. Ma'qul emsa, bugun mushinchilik o'qib beray, eng oxirgi bo'limni, ya'ni musobaqa jarayoni tasvirlangan eng oxirgi bo'limni kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda anglaysizlar. Diqqat bergaysizlar. Xo'sh, hozirlarda Gretsiyaning Antiparos orlidagi manzarlardan biroz ko'rinishlar. Bahra og'aysizlar. Xayri xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Mayal bayatın beri bir neçe kepinek o yoqqa uchidi, bu yoqqa uchidi, uqmayman. Videoga elindimi, elinmadi. Xayri xo'sh. Oral Antiparos aralı. Bu aralga Paros araladan paraxot bilan 5 minutlar o'timiz. Bu aralda danlıq artistlar, kino cho'ponlari ko'proq o'tirishgan. Masalan, Tom Hanks, Amerikalik danlıq kino artisti Tom Hanks şu aralda. Good. How are you? Grekçen bir öğrenmesem bu mu diyeceğim o? Manda tazlaydı ki bana. Wow. Mana bu Antiparos aralının deniz sahili. Ve balıkçının deniz yıldızını tutup geldiğini gördüm. Ah, very nice. Wow. Wow. It's a good day today for you. Bye bye. 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 Thank you. Fıraqlarımla şunçalik müzik bu oğullardan. C'est vrai, c'est joli. Très joli. Mana bu araldagi eng chiroyli ko'chini piyodalar ko'chisini bir qurib
aylanıp çıktık. Яқтырған болышыңларны.